Sizlar garderobdagi bitta bo'lsa ham shunaqangi qizil ko'ylagimizdan qo'shib qo'ymasangiz bo'lmaydi, chunki juda ham chiroyli bo'lib turadi. Har xil joylarga bemalol har kunligi almashtirib kiyursangiz bo'ladi. Ustingizda yana ham chiroyli bo'lib turadi. Chiroyligi chiroy qo'shib beradi qizlarjonlar. Juda ham chiroyli qilib, toza qilib tikilgan. Qizlar shunaqangi qo'l qismida rezinkalari bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Shunaqangi pirpirlar bo'ladi. Swarovski toshlar bilan bezatilgan. Rosa ham chiroyli bo'lgan tumachalar bor. Oldi qismida ikkita chezada cho'ntaklar bor. Bemalol narsalarni solib yurursangiz bo'ladi qizlarjonlar. Materiallari dubayskiy shtapel, juda ham yengilgina, maza qilib kiyasizlar. Umuman isib ketmaysizlar. Ranglari 6 xil qizlarjonlar. O'zim kiyib olganim shunaqangi qizil rangi bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'lgan izumrudni, rosa ham bagati turadi ustingizda. Orqa qismini ham ko'rsatmoqchiman. Shunaqangi o'zini emblemalari bo'ladi qizlarjonlar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Och jigarli rasvetkasi, pirpirlarni qaranglar, rosa ham yarashgan. Shunaqangi bardovi rasvetkasi bor. Juda ham chiroyli turadi ustingizda va bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Trendy 26-yili trendi jigarli rasvetkasi va ba'zi qora ranglarda olib kelib qo'yganmiz. Narxlari ham rosa ham hamyonbop. Atigi 450 ming so'mdan razmerlariga keladigan bo'lsa 50 dan 64 gacha bemalol mos keladi. Hammalarni Hadicha brend do'konimizda kutib qolamiz.